Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Soat millarimiz hop 11:42, 22-iyun 2026-yil kun holatiga ko'ra biz o'z ishxonamizdan yengil obzor qilib qo'yamiz. Hop, obunachilar, avvalambor hammalaringga assalomu alaykum. Bizni kuzatib, like bosib, obuna bo'layotganlar, hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Paddishkada bo'lib turasizlar. Xudo xolasa kanalni yana ham rivojlantiramiz. Vaqtimiz bo'lmayapti. Juda ko'p yangiliklar bor. Chiqarishga harakat qilamiz. Hozircha ishdan bo'shay olmayapmiz, o'zimiz ishdan. To'g'ri tushunib turasizlar. Xudo xolasa. Hop, qaranglar. Endi mana bu toy so'rimizni xudo xolasa Samarqand Pastto'rg'onga sotdik. Xudo xolasa ertalabda yuklaymiz. Sotilganlaridan ham ko'rsatib qo'yay dedim. Bu shunaqa yig'mali holatda bo'ladi. Shunday. Hop, mana bu orqa tomoni, bu oldi tomoni, ikkala yon tomoni lagasi bo'ladi, poli bo'ladi, xudo xolasa. Chiroyli holatda. Bu bir shu originali bo'ladi, xudo xolasa. Buni birga bir luks ko'pkalarni ham chiqarib turishibdi. Xudo xolasa o'ta chiroylisidan bo'ladi. Chunki mana buni naqshlarini o'ylashda farq qilib qoladi boshqasida, xudo xolasa. Eng zo'ridan bo'ladi nasib bo'lsa. Hop. Qolaversa bizda 20 xildan ortiq so'rilarimiz bor. Bunday bu yerda yo'g'ini zakaz qilsangiz tayyorlab beraveramiz nasib bo'lsa. Hop, undan tashqari mana bu so'rimizni Sirdaryo, Gulistonga sotganmiz. 2,5 ga 3,5 variantda bir akaxonimizga berganmiz. Agar bizni ko'rib turgan bo'lsalar, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Xudo xolasa ertaga yetkazib borishni va'da qilganmiz. Inshaalloh yetkazib boramiz, xudo xolasa. Undan tashqari mana bu yerda Gladki, atirgul, fason aralash so'rilarimiz bor. Obunachilar, bularning narx-navosiga kelsak, arzoni ham, qimmati ham bor. Bizda buni narxi, misol uchun, hozirgi kun holatiga ko'ra 6,500,000 so'm, vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Qolgan viloyatlarga 500,000 so'm qo'shiladi. Mana shunaqa upakovka holatda chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Va bundan tashqari mana bu so'rimiz Samarqand Tayloqqa ketadi, xudo. Uzr, adashib ketdim. Ikkala devanimiz Samarqand Tayloqqa ketadi. Hop, bugungi kun holatiga ko'ra Ulug'nor tumaniga mana bu tortma gulligimizdan ikkita berganmiz. Akaxon bizni ko'rib turgan bo'lsalar, hop, haqiqatan oldim deb yozib qo'yasiz, xudo xolasa. Hop, undan tashqari qolaversa, mana bu yerda Corona modelimiz bor edi. 5lik, qalinligi 5lik bo'lgan o'zimizning Saroy qishlog'imizga bir qo'y purish akamizga berdik uni. Hop, bu yerga skalatdan olib chiqib, yangisini xudo xolasa ustonovka qilib qo'yamiz. Nasib bo'lsa, mana bu toy so'rimiz misol uchun narx-navosi 15 million so'm, 15 million so'mga arziydimi, yo'qmi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Hop, undan tashqari mana bu so'rimiz bor. Hop. Bu so'rimiz o'sha tozalab gullikda oqartirilgan varianti bo'ladi. Oyoqlari yong'oq bo'ladi, 2,5 3 razmerda. Hop, narx-navosi 10 million so'm. Undan tashqari mana bu yerda mana 5,5 million so'mga yarim oysimon, to'g'risi va oldilari o'ymali so'rimiz bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Hammasini tagiga g'ildirab qo'yib qo'yganmiz obunachilar. Shohona kursilar kerak bo'lsa, kursilar ham bor. Kursimizning narx-navosi bor yo'g'i 1,200,000 so'm. Hozirgi kunda dollarga 100 dollarga keladi. Hop, bizni qo'shni Qirg'iziston davlatidan ko'rib turganlar, Tojikistondan ko'rib turganlar bo'lsa ham, xudo xolasa kargo xizmatlaridan chiqarib yuboryapmiz. Misol uchun mana shu so'rilar Qirg'izistonga yetib borguncha narxi 6,5 million so'm. Gidaydi, hop, kargo xizmatiga 50 dollar u yoq bu yoqda qo'shilib qoladi. Qorasuvning o'sha yog' zavod degan joyiga borib tushadi. Shu yerdan qabul qilib olishingizga to'g'ri keladi. Bizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz. Pastga nomer qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Hop, men ko'p ham telefonda tushuna olmayman, hurmatli obunachilar. Montaj boshqalariga meni vaqtim bo'lmayapti. Promoy qo'yyapman. Xato kamchiliklari bo'layotgan bo'lsa, hop, 1000 bor uzr. Yaqinda xudo xolasa montajni ham o'rganib olamiz, yo mobilograf olib, chotki holatda qo'yamiz nasib bo'lsa, kamchiliklar uchun 1000 bor uzr so'raymiz. Obuna bo'lib qo'ying. Siz uchun foydali narsalarni ham chiqarib qolishimiz mumkin.
Keyin like bosib qo'ysangiz, tarqatib qo'ysangiz manfaatli va foydali bo'ladi albatta. Juda ham xursand bo'lgan bo'lamiz. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin ilohim. Undan tashqari menda panda fason devorlarimiz bor mana. Machalkasi 10 santimetrli. Hozirgi kundagi narx-navosi tagida chamadoni bor. Deva pasti moyishi, o'rtasi villur bo'ladi. Hozirgi kundagi narx-navosi 1.100.000 so'mdan ikkitasi 2.200.000 so'mga vodiy bo'ylab yetkazib beryapman. Qolgan viloyatlarga, misol Voha tomonlarga, boshqa yerlarga 1.300.000 so'mdan tushadi, xudo xolasa. Shunday. Albatta. Mana ko'rishlaring mumkin. Kech bo'lishiga qaramasdan ishdaman, xudo xolasa. Bir qator ko'rsatib qo'yapman. Mana bunday kursulari bilan, hollari bilan chuqur soyoq so'rilarimiz bor. Albatta aloqaga chiqsalaring, turi serob juda ham tashab beramiz, assortiment serob. Qishiga olib qo'ysa bo'ladimi deganlarga albatta bo'ladi. Misol uchun mana bo'lotgakalarini yechib, boshqa qilib, ehtiyotini qilib, chiroyli qilib, misol poltaxtasi mana bunday ajragan holatda bo'ladi. Ajragan holatda bo'ladi. Ajrar yig'ib, misol lagalarini taxlab, bemalol shunaqa qilib ajrat taxlab qo'ysangiz bo'ladi, ichkariga olib kirib qo'ysangiz bo'ladi albatta. Joyingiz bo'lsa darvozaxonada, boshqada maza qilib, misol uchun tursa, qishin yozin ishlayveradigan narsa hamisha kerak. Misol uchun olib qo'ysangiz doim kerak bo'ladigan narsa. Insonda endi nima desa bo'ladi? Og'irini yengil qilish uchun bir narsada bular endi nima desa bo'ladi endi. Kimgadir kerak emas, qizig'i ham yo'q. Kim uchundir kerak albatta misol. Shunday. Menda inshaalloh doim so'ri qishin yozin bo'ladi. Qishda ko'rayotgan bo'lsangiz ham videoda aloqaga chiqaring. Qo'ldan kelgancha inshaalloh bitirib beraman ishingizni. Ob'yom katta juda ham, xudo xolasa. Hop, shunday hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opalar, tog'alar, shunaqa. Xullas, qo'ldan kelganicha obzor qilib berdim. Borini shunday, hozir sal pariyatga emas holatda turibdi. To'g'ri tushunasizlar, zakaslar chiqib ketadigan. Shunday holatda obzor qildim, xudo xolasa. Endi nima desa bo'ladi? Har doim terib chiqara olmasdan bunday ketayotgan jarayonlarni ham qo'yib tursak, odamlar mana shunaqa jo'natyapti ekan, boshqa qilyapti ekan degan nimalar ham bo'lsa, yaxshi deb o'ylayman, shunaqa. Hop, mana bu yerda biz ish jarayonlarimizni ko'rsatadigan bo'lsam, endi misol qiziqqan odam ko'rib o'tiradi-da, mana yerda do'lanalarimiz turumlarini tayyorlab nima qilinmoqda. 2.10 ga 2.70 so'rilarimizga mana shu do'lanalardan qo'yiladi. Chaspakka qoqilmaydi. Mana bu turum bo'ladi. Turumni teshib istonoqda shuni ichiga kirgizib chiqiladi xullas. Mana bu misol uchun 2.10 ga 2.70 so'rimizning yog'ochi bo'lsa, obunachilar, mana tomoshabinlar, shuni teshgandan keyin teshib ichiga kirgizib chiqiladi, kilaylab, baquvvat va mustahkam bo'ladi. So'ri olayotganda e'tibor bersalaring, birovni vajini yomonlashiga boshqa qilishmasin. Misol chaspak deylik, mana shu yerdan nol qilib kesadi. Misol kesgandan keyin tevapasini olib tashlagandan keyin deyarli mana shunchalik emas, bir 1 santimetrli yog'ochga mixlab qo'ygan bo'ladi. Uni bir ursangiz chiqib ketadi. Endi hammani uslubi har xil albatta, misol uchun. Kimgadir yoqar lola, kimdir esa atirgul shaydosi deydi-yu, o'shanday hammani ish uslubi ham har xil. Gullarga netchi mana, onamlar osib qo'yibdilar kelgan odamlarga chiroyli ko'rinsin deb, xudo xolasa. Shunday, albatta qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Like bosib, kommentariya yozib, shunaqa. Shunday. Barchalaringga rahmat. Meni kuzatgan, misol uchun ajratgan vaqtlaringga rozi bo'lib qo'yasizlar. Musofirda yurganlar bo'lsa, xudo xolasa sog'-salomat bo'linglar. Musofirda yurganlar, meni tanigan, bilganlar bo'lsa, hammalaringga alangali salom. Obuna bo'lib, videoni mahalliy gruppalarga tarqatib qo'ysalaring, inshaalloh juda xursand bo'laman. Hamisha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana yangiliklar chiqarishni davom etamiz. Bizga obuna bo'lib, kuzatib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Salomat bo'lasizlar.